Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, kechadan beri aytaman deyman, hech bir fursat bo'lmayotgandi aytishga. Video qilishga fursat bo'lmayotgandi. Bir ajoyib voqea bo'ldi Madina shahrida. Telefonimga pul solib, bir chekada tekshirib ko'rsam, bir o'zbek akamiz keldi. Namangandan ekan. Kelib ko'rishib, aka sizni men qayerdadir ko'rganman, boyadan beri ahamiyat beryapman. Sizni qayerdadir ko'rganman deb qoldi. Uni aytdim, balki Makkada ko'rishgandirmiz desam, yo'q dedi, sizni ancha oldin ko'rganman dedi. To'g'ri. Men aytdim, aka dedim, qayerlisiz desam, Namangandanman. Biz xizmat safarlarida juda ko'p yurganmiz. Manaqa diniy sovg'alar tarqatib yurardim. Nabobni ichida Qur'on kitob, jay namoz, shunday narsalar, bari islomiy diniy narsalar. O'zimni guruhim bor edi, gitaristlarim bor edi. To'rt qilib shunaqa qilib tarqatib, ota-onalarni xursand qilib yurardim desam, bo'ldi aka, men sizni tanidim bo'lmasa. Dedi-da, hozir ham qilyapsizmi bu ishni dedi, yo'q, hozir qilmayapman, endi hozir mana shu yerda yuribman dedi. Demoqchimanki, mana 3 yil, 4 yil mobaynida 3000 dan ziyod xonadonlarga bordik tabrikga. Videolarimiz ham bor, mana YouTube'larda bor, nimalarda bor, Instagram sahifalarimizga joylashtirganmiz. Har bir xonadonga kirganda iloyim siz bilan Ka'bani oldida ko'rishib qolaylik deb duo qilardik. Shu duolarimiz ijobat bo'lganmi? Har bir gapga, har bir so'zga, har bir duoga farishtalar qo'lini ochib turadi degan gap shu bo'lsa kerak. Mana shu akamiz bilan mana shu yerda ulug' joylarda Solihlar shahrida ko'rishib qoldik. Shuning uchun har bir inson yaxshi niyat qilib, har bir xonadonga kirganda iloyim Ka'bani oldida ko'rishib qolaylik, siz bilan ulug' joylarda ko'rishaylik deb yaxshi niyat qilib duolar qilgan ma'qul ekan. Mana endi mana shuni yetyapmiz bu narsalarni. Oldin dadalarimiz, kattalar o'rgatardi shunaqa deb. Mana biz o'zimiz ham yoshimiz sekin-sekin katta bo'lgan sari tushunib boryapmiz bu narsalarni. Shuning uchun sizlar ham yaxshi niyatda ko'rishgan odaminglar bilan Alloh qodir qilsa Ka'bani oldida ko'rishaylik siz bilan deb. Hazil toifasida bo'lsa ham gapirib qo'yasiz. Zora farishtalar olib borsa, siz ham mana shunaqa bir ulug' joylarda ko'rishib qolsangiz, yaqin birodarlaringiz bilan hammanglarga sog'lik, salomatlik, shunaqa ulug' joylarga sizlarni ham rizqinglarni Alloh qo'shsin. Oila, ota-onalar bilan birga shu yerlarda tavof ibodatlar qilib, chiroyli qilib namoz o'qib yurishlariga Alloh sizlarni ham nasiblarni qo'shsin. Allohim chaqirsin hammanglarni.